o'g'il bola tug'ilganga qaraganda qiz bola tug'ilganda ko'proq xursand bo'linglar dedilar. Bizlar teskarisi bo'lib qo'ygan. Qiz bola tug'ilganda o'g'il bola tug'ilganga qaraganda ko'proq xursand bo'linglar degan hadis bor. Va qizlari Fatima onamiz dunyoga kelganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh menga jannatidan bir gul ato qildiki, gulni hidini hillab orom olib yurishim uchun Alloh menga jannatidan gul ato qildi deb Fatima Zahro Allohimma jannatidagi atir gulim deb qizlarni erkalab chaqirgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'g'il bola Abduvali yaxshi, qiz bola a'lo. Shunday tushunishimiz kerak. Yaxshi, a'lo. Asallarimiz buni bizadi. Qizlarimiz otasiga mehribon, haqqimizga duo qiladigan.